Bir bozor xonim yeyman desam, bolalarim menga ham, oyimga ham zakaz qilib bering deb qolishdi. Bor edim, hozir zakaz qilsam qimmatga tushib ketaman dedim-da, o'zim xamir qorib, xonim qilishni boshladim. Bundoq hisob-kitob qilsam menga nima yigitni ekan. Undan ko'ra o'zim qilganim yaxshi dedim-da, bismillah deb boshlab yubordim. Sizlar ham uyda xonimga sabzi qo'shasizlarmi? Meni yoshligimda onamlar xonimga sabzi qo'shardilar. Menam o'shancha bitta dona sabzi qo'shib yubordim. Voy xonimga ham sabzi qo'shar ekanmi deydigan negativchilar bor-ku, o'shalarga bitta qo'shib ko'ringlar, sizlar ham shunaqa mazali bo'lishini bilasizlar. Hamma masalliqlarimni chiroyli qilib somon shaklida to'g'rab, tuz, kashnich, ozgina yog' qo'shib aralashtirib qo'ydim. Men qilgan usulda sizlar ham xonim qilib ko'rsanglar, shunaqa sizlarga ham yoqib qoladi. Keyin har safar shu usulda qilishga o'rganib qolasizlar. Keyin chaqqongina xotin bo'lib, qasqonlarimni ham mana chiroyli qilib yolib qo'ydim. Mana xamirlarimiz ham tindi. Xamirlarimizni tagiga un sepib, mana shunaqa qilib kesib kichkina zuvolachalar qilib olamiz. Voy chaqqon xotin bo'lib ketyapman-e. Mana shunaqa shiringina qilib, shunaqa chiroyli zuvolachalar qilib olaman. Sizlar ham erinmasanglar, shunaqa chiroyli zuvolalar qilib olinglar. Zuvalalarimiz tindi. Bularni birin-ketinlik bilan chiroyli qilib, yubqa qilib yoyib olamiz. Ichiga ko'pgina nachinka solib, xuddi oldingi somsa tuganga o'xshab chiroyli qilib tugib olamiz. Tugan xonimlarim qaranglar, shunaqa shiringina bo'lib chiqdi. Asalligini qarasanglar-chi buni. Xonimlarimni qasqonlarga joylab oldim. Endi qaynab turgan suvga qo'yib, 40-45 minut qo'yib qo'yamiz. Xonimlarimizni qasqonga qo'yib bo'lganimizdan keyin shunaqa ustiga qizartiradiganini qilib olamiz. Piyozlarni mayda qilib to'g'rasanglar, shunaqa shirin bo'lib chiqadi. Tuzlarni berib, tomatlarni ayamasdan solib, shunaqa qizartiradigan qilib olamiz. Mana suv solib, ozgina qaynatib qo'yamiz. Mana asalgina xonimlarim pishib chiqdi. Buni keyin tomat qo'yib, tomat ustidan xonimlarimizni terib chiqamiz. Har bitta qavatiga quyish esingizdan chiqmasin. Hamma xonimlarimizni ora-oralariga tomatlarni quyib, buni 30-20 minut dimlab qo'ysak, shunaqa yumshoqgina bo'lib, mazali bo'ladi. Qalay chiqibdi? Sizlarning javobinglarni kutib qolaman.